Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari. Mana navbatdagi xonadonimiz mebelini xudo xolasa topshirib oldik. 100% ga topshirdik. Hozirda o'zida ish jarayonimiz tugadi. Bu yerda mana hozir adresimizni Esonmurod akamiz to'liq ma'lumotni aytib o'tadi. Qaysi adresimizda turibmiz? To'g'risi mana Qashqadaryo 7 tomda turgan bo'lsa, Ko'kdala 2 ga bo'lingan, misol uchun aytaylik, anchadan beri bu narsadan xabarimiz bor. Qaysi qishloqda turibmiz, tanigan bilganlar bo'lsa, o'zlari bemalol aloqaga chiqib so'rasa ham bo'laveradi. Sababi mana shu mebellarimizni topshirib oldik. Hozir mana Esonmurod akamiz katta eshiklarda turibmiz, xonadonda turibmiz. Lekin hozir bitta bu mebel emas, akasini ham xonadoniga yangi uchastka qurgan ekan, to'g'ri? Shunday. Yangi uchastka bu yerdan 2 kilometr uzoqlikda yangi uchastka qurgan ekan. U yerda ham polni to'la mebelini qilganmiz. Hozir u mebelimizni syomka jarayonini qila olmayapmiz. Sababi tozalash ishlari ketyapti. Yaqinda to'y arafasi ekan, xudo xolasa 14-15-kuni to'ya kelaverasiz. Nasib inshaalloh. Hammalar to'yga keladi. 14-15 kuni to'y arafasi turganligi uchun hozirgi holatimizda polni tozalash ishlari, hamma narsa ketyapti. Mebellarni topshirib bo'ldik, xudo xolasa. Bolalarimiz hozir 1 soatga qolmasdan ishini yakunlaydi. Lekin syomka qilamiz. Keyingi safarga esa xudo xolasa to'y arafasi kelsak, mana to'yga aytyapti, xudo xolasa bolalarni olib kelasiz. Обязательно deyapti. Inshaalloh xudo xolasa harakat qilamiz. Biz ham to'y arafasiga kelib, yelkama-yelka xudo xolasa shu to'ylarda nasib bo'lsa birga qatnashib, xudo xolasa to'ylarni o'tkazish niyatidamiz. Inshaalloh agar vaqtimiz, sharoitimiz chiroyli to'g'ri kelib qolsa. Agar shu vaqtga kelib qoladigan bo'lsa, yana qaytadan Esonmurod akamiz buni o'sha videolarda akasini xonadonida ham nima narsalarni qilib berganmiz. Детский комната, взрослый комната, kuxnya, misol uchun перехожка, shu mebellarni yasaganmiz. Общий summamizni umumiy qilib aytib o'tamiz. Bu yerdikini, u yerdikini necha pulga yasaganmiz. Sizlarga ham qiziq bo'lib turadi. Xudo xolasa keyingi videoni kutib tursanglar, nasib bo'lsa chiqadi. Xudo xolasa 7 tomga o'rnatgan yana boshqa mebelimiz ham bor. Syomka qila olmagandik. Kech kelganimiz sababi yana u yerga kira olmaymiz hozir. Chunki qaytishimiz o'zida soat 1-2 bo'lib ketadi. Keyingi safar o'sha kunduzgi vaqt kelganimizda u yerda ham syomkasini qilib beramiz. U yer ham xuddi shunday premium holatga tushgan, 575 holatimizga tushgan mebel. 2 etajlik, juda ham chiroyli tushgan. Xudo xolasa uni ham syomka qilib nasib bo'lsa sizlarga taqdim etamiz. Yana bitta narsani e'tiborga olib qo'yasizlar. Nima uchun videolar oldinlari misol uchun ketma-ketlikda har kuni chiqib turardi. Hozirgi kunda chiqmay qolyapti degan savollarga oldindan javob berib o'tib ketaman. To'g'risi, sexni o'zidan, mana Samarqand o'zidan hech qayerga chiqishda iloji bo'lmay qolyapti. Bizning mebellarimiz respublika bo'yicha dastavka, ustunovka bepulligini hisobiga Surxondaryo, Qashqadaryo, misol uchun bu yog'i Sirdaryo, Toshkent, bu yog'i ketdi yana Buxoro, Navoiy shu taraflarga ustunovkamiz juda ko'pligini hisobiga Samarqandda bo'lgan kuxnya naborlarimizni qo'yib ketyapman videoga iloji boricha. Lekin mana bu uzoq tumanlardagi, uzoq viloyatdagi mebellarimizni qo'ya olmaganlik sababi shu yerda o'zidan qimirla olmayapman. Sababi bolalarning partiyasini ko'paytirganmiz. Bir vaqtda o'zida, bir kunda o'zida 2 ta, 3 ta xonadonimizning mebellari chiqib ketyapti. Buni obunachilarimiz kuzatib ko'rib turishgan bo'lsa, hammasi rahmat aytishyapti. Qo'yib berayotgan joylarimiz, o'rnatib ketgan joylarimiz, mana Yakkabog'da o'zida 3 ta mebelimiz bugunda o'zida topshirilib bo'ldi. Lekin Yakkabog'ga bora olganim yo'q. Sababi bu yerga immuniy olib keladigan narsalarim kerak bo'lgani uchun, mana juda ham katta partiyadagi mebelimiz topshirilgani uchun iloji yo'q kirib keldim. Mana hozir Esonmurodga bitta aytib bersiz endi. Realni mana shu mebelimiz, akaza xonadonidagi mebelimiz nech pulga dogovor qilindi? Общий umumiy summasini bitta aytib bersiz bo'laveradi. Общий 68 million dogovor qilindi. O'ziga to'liq nimasiga qoplaydi. Puliga arziydi. Puliga arziydi. Puliga arziydi. Nargi akamniki patologiya bo'lganmi, sal pastroq qilib qo'yganmiz. Bu 2 etajli mebel bo'lgan, u yoqda dapatalka 3 etajli mebel bo'lgan. Bu bitta kuxonniy nabor emas, 2 ta kuxonniy nabor. O'sha aytganimdek, polniy uyni, komnatani, spalniy, boshqa перехожка hamma mebellarni olganmiz. Bu keyingi planimizga kirib qolgan.
bu yerda o'lchab ketib bo'lgandan keyin даже mebel keladigan vaqtiga yana bu yerda zakaz berdilar, to'g'rimi? Shunday zakaz kechroq berdikda. Kechroq berdilar. To'y arafasizligi uchun hamma mebelni bir martaga ustunovka qilib beryapmiz. Endi to'y, ma'raka degan narsalarga to'g'risi inobatga olinadi. Baribir klient anchadan beri kuzatishadi. Mana akalari Toshkentda o'zi ish Toshkent ekan. Anchadan beri kuzatib kelar ekan. Shuni hisobini olgan holatda zakazini kelib o'lchaydi, keyin bu yoq zakaz bergandan keyin to'yga uspet qilish maqsadida bu yoqdagini ham bir kunda ustunovka qilib ketdik. Xudo xolasa mana bugun o'zi полный ustunovkamiz, hamma narsamiz topshirilyapti, xudo xolasa. Esonmurod aka, sizga mebel imini mana qabul qilib olish jarayoni mana o'z ustida turibsiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shu o'zingizlarning territoriyalarga qaraganda sifati, narx-navosi misol uchun sifatiga qaraganda, narx-navo обязательно qimmatligi aniq o'zingizlarga qaraganda to'g'ri kelyaptimi? To'g'ri keladi, 100% to'g'ri keladi. Chunki sifati ham точно garantiyali ekan. Rahmat. Ham ichida hamma nimalari ichida общий ekanda. Rahmat aka. Mana shu demoqchi bo'lgan ichida bo'lgan narsa, misol gaz plitamiz bormi, vitichkamiz bormi? Misol hozirgi kunda yashirmaymiz, shu firmani yaqinlashtirib turib, o'zingizlar territoriyalarda mana nomini ko'ringlar, misol uchun ishlashlarini ko'ringlar, misol uchun mana sensorlar mana чувствительный masofadan ishlaydi. Bunday qilgan vaqtida misol uchun o'chib yonadi misol. Shu narsani o'zingizlar territoriyalarda so'rab surishtiringlar. Misol usti cho'gin, mana cho'gini ham oddiy misol aytib beraman. Juda qalin, baquvvat, og'irligi ham normalniy og'ir. Bitta elektrichеский 3 ta konforkali, zajgalka, turbogaretka, gaz kontrol, hamma narsa, xullas nimaiki funksiya bo'lsa, hamma narsasi bor. Bu narsa vitichkamizda ham sensor barmoq bilan boshqariladi. Ham 2 ta motor, ham 3 ta оборот, mana bu narsasini ham ko'rib qo'yasizlar. Tushib ketgan ekan yaxshi bo'ldi. Orqa tarafini ko'rib qo'yinglar. Bu setka emas, oddiy mana misol uchun tunuka narsa emas. Bu 2 qavatli mana yaqinda obzor qilgandim, o'zi bitiv texnikamizdan juda ham baquvvat narsa. Demoqchi bo'lgan narsa mana shu narsalarni oddiy misol chegirmasida juda ham arzon narxiga olib kelib beryapmiz, to'g'rimi? 3,5 million, 3 million so'mda atrofiga olishlar mumkin. O'zingizlar territoriyalarda oladigan bo'lsanglar, qo'pol qilib aytganda ham 2,5 million bilan 3 million atrofida. Bizda bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsalar 2 million so'mga yetkazib beryapmiz. Kattaroq ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa, gapni ochig'i shuni aytib qo'yaman. 1,5 millionga berdim. 1,5 million. Ikkita xonadon bo'lgani uchun. Ikkita xonadon bo'lgan. Gaz plita bilan vitichkani u yoqqa ham xuddi shu komplet, bu yoqqa ham xuddi shu komplet 1,5 million so'm qilib berdim. 1,5 million so'm даже bittasini narxi. Oddiy misol bilan aytadigan bo'lsak. Hozirgi turgan adresimiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala Annaris. Yaxshiboy buvani xonadonida. Yaxshiboy buva xonadonida turibmiz. Ko'kdalada turibmiz. Xullas mebel yoqqan bo'lsa aka, rahmat kunlar ishladingiz. Sizga ham rahmat, bergan pullaringizga rozi bo'linglar. Siz ham rahmatingizga rozi bo'ling. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Aka, katta rahmat. Mikrofonni olaman, qisqacha mebel bilan tanishtirib o'taman. Bu yerga o'tib tursangiz bo'ladi endi. Rahmat. Qaranglar do'stlar, bu yerga qo'yib bergan narsalarimiz bitta tezda sanab o'taman. O'zi video jarayonimiz cho'zilib ketdi. Ko'p maqtab olgan bo'lsam, avvalambor uzr. Sababi men maqtaganim yo'q, prosta o'sha xizmatlarimizni aytib o'tyapman. Realniy narsalarni gapirib o'tyapman. Bu narsani isboti bilan klientimiz o'zi tasdiqlab berdi. Bunaqa narsalarni kanalimizda videolar juda ko'p. Birinchi o'rinda dushovой смеситель bir katta bonusiga. Ikkinchi o'rinda bu yerimizda mana bu tarafimizda ekan. Sababi bu tarafimizda рабочий место yo'qligini hisobiga bu tarafimizga qo'ygan, chunki idishkasini yuvgandan keyin birinchi qo'yib olish kerak, artib tozalab keyin bu yerga qo'yish kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sushilka bu tarafimizda, keyingi tarafimiz. Bu yerimizga mana musor paqirimizni qo'yib berganmiz. Musor paqirini hozir bu krishkasini ilib bersak, bo'ldi. Tozalovimizda faqat shu narsa qolib xolos. Hamma joyini birdan tozalab chiqqanda bu yerda esdan chiqib qolibdi. Bu yerimizda musor paqir ketdi. Birinchi sushilka, ikkinchisi смеситель, uchinchisi rakvina, dozatori bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar,
to'rtburchak rakovinamizdan qo'yib berganmiz. Chuqurligi chuqur, metallini o'zi mokriy svetda. Bu nijavayka emas, germetika qilingan. Keyin ketyapti mana vishilka naborlarimiz ketyapti. O'rtadagi fartik qismimiz ketyapti. Biron joyda stigi yo'q, kafel qilinmagan. PVH faneldan foydalangan. Hozirgi kunda zamonaviy narsadan foydalanilgan. Plyontusimiz ketyapti. Yana bonusimizga o'rtadagi Bismillahirrohmanirrohim arab tilida lotin til yozilgan tillarangli o'sha yozuvimiz ketyapti. Gazda ovqat qilishdan oldin, yog' solishdan oldin shu narsaga bitta qarab qo'ysanglar esinglarga tushadi. Uni o'zinglar bilasizlar. Ketdi. Bu yerimizda mana gaz plita bilan vitishkamiz. O'sha bu ham pashti bonusga kiradi. Nimaga desanglar, narxini juda ham arzon qilib beryapmiz. Bu yerimizda qoshiq paddonimiz, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, paketidan, salafandan olingan yo'q. Qoshiq paddonimiz keladi. Keyin yana ketyapti. Bu yerimizga magnetimiz ketyapti, pichoq naborimiz ketyapti. Kalyonli oynamiz ketyapti. Bu yerimizga kalyonli oynamizni ham qo'yib beramiz. 100% ga ichki tashqi qismlari qalin lentadan ketyapti. Qaranglar. Bu degani, misol uchun mana normaliy narsa. Misol uchun mana urib ko'rsatib beramiz hamma narsasini. Endi bu yerda qosh bor, buni urib bo'lmaydi. Haqiqatda bu narsa MDF ustiga o'sha plyonkasini yopishtirilgan. Hozir mana shunga o'raydigan bo'lsa, aniq izi chiqib qoladi. Bu tepaga huzur uchun, chiroy uchun qo'yiladigan narsa. Mana eshigi. Hamma joyiga bir xilda o'sha qalin lentadan bosiladi. O'ttukda qo'lda bosilmaydi bu narsamiz. Germanskiy apparatda ikkilik PVH lentamizda bosiladi. Bu narsani hattoki mana shu pichog'imizda mana shuncha kusogini olib turib qirqish juda ham qiyin narsa. O'zidan ko'chirib olish ham juda qiyin narsa. Suvga, issiqlikka juda ham yaxshi xizmatini qilib beradi. Yaxshi taraflari polni vakuumli sistema. Ko'rayotgan bo'lsanglar, eshikni yopasiz, o'zi tortib oladi bu narsamiz. Polni ekonom qilmagan holatda hamma joyini polkalardan qilib berganmiz. Polkalari ham yaxshi xizmat qilib beradi. Eshigiga osilgan vaqtingizda ham bemalol ko'taradi. Yopilgan vaqtida ham ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zini holatiga chiroyli bo'lib yopiladi. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, xolodilnikni shkafini qilib berganmiz. Xolodilnikni tepa tarafiga mana bunday yana shkafini qilib berganmiz. Bu yerimizga katta xolodilnikni qo'ygandan keyin ichi to'ldir bo'lib, chiroyli xizmatini qilib qoladi. Tepa tarafiga ko'rayotgan bo'lsanglar, tepa tarafiga plafonlarni qilib berganmiz. Tepa taraflari 3 xil svetda yonadi. 3 xil svetda hozir bu narsamizni bu yerga ulab qo'yibdi mana. Bitta ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'rsatib qo'ydi. Rozetka qo'shimcha rozetkasiga ulab qo'yibdi bu narsamizni. Hozir o'chirib yaqqan vaqtingizda 2 xil svetda yonadi. Gofralarni mana aytgan joyimizdan chiqarib qo'ygan, bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa rozetkalarida qo'yib bergan. Remontdan oldin kelib, bu yerlarimizni rozetka hamma narsasini belgilab kelib berganmiz. Sababi bu taraflarimiz aboy qilib bo'lganda, bu tarafimizga tegmay turganda, o'sha issiq suv, sovuq suv, elektromontaj, dimoxod montajlari hammasini joy-joyiga qo'yib berganmiz. Perlomotor, o'zimizni oddiy tilda aytganda, zarlik. Oq akrildan foydalanganmiz, past tarafiga mokriy akrildan foydalanganmiz, xudo xolasa. Ichki tarafini ham mokriy qilib berganmiz. Xo'p, hamma narsasini tushuntirib o'tdim deyman sizlarga. Xudo xolasa keyingi obzorlarda, nasib bo'lsa keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'rmay berlar. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.